Yon hakam bayroqni ko'targan paytda u birdan chetga chiqib tupura boshladi. Bu hammaga g'alati tuyuldi. Lekin u yana o'z joyiga qaytdi. Oradan ko'p o'tmay yana chetga chiqib ikkinchi marta tupurdi. Eng yaqin turgan o'yinchi hayron bo'lib, uning oldiga borib, "Hammasi joyidami?" deb so'radi. Shu paytda bosh hakam ham yugurib kelib, nima bo'layotganini aniqlamoqchi bo'ldi. Ammo u yon hakam yana chetga chiqib tupurganini ko'rgach, unga qizil kartochka ko'rsatib, maydondan chetlatishga qaror qildi. Hamma hayratda qoldi va bosh hakamni aqlidan o'zgan deb o'yladi. Lekin keyin hammasi asta-sekin tushunarli bo'la boshladi. Ma'lum bo'lishicha, yon hakam o'yin vaqtida o'zini yomon his qilgan va bosh hakam unga tibbiy yordam ko'rsatilishi uchun uni maydondan chiqarishga majbur bo'lgan. Shu payt yon hakam darhol bayroqni ko'tarib, "Qizil kartochka, qizil kartochka" deb baqira boshladi.